Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Tinchmisizlar, sog' salomat yuribsizlarmi? Akalar, bo'g'oz qo'y ishqibozlari bo'lsa mana hozirgina yetib keldi. Issiq joyidan video qilyapman aka. Kimga kerak bo'lsa bemalol kelaverasizlar. Manzil Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Mana mashinadan hozir tushirdik. Mana shu qo'ylar soni 26 dona. Tug'ishi o'ta yaqinlaridan kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Pastga nomerlarni qoldiramiz. Har doimgidek bo'g'oz qo'y istab yurganlarni hammasini ishini bitiramiz inshaalloh. Mana shu qo'ylardagilar va sifatlari yaxshi, badallari semiz aka. Tug'ishi o'ta yaqinlari aka bular. Bir oyga yetmay tug'voradiganlari. Hozir ozgina kit tushib qolganiga qo'ylar ja unaqa ko'rinavermayapti akalar, lekin tepasiga kelib ko'rishni tavsiya qilamiz. Qirg'iziston qo'ylari hammasi aynan biz obunachilarga maxsus bo'lyapti. Mana eng qizig'i bular mana silosni kelib yeyishni boshladi akalar. Mana yelinlari ham hammasida bor. Hammasi o'ta yaqin. Qo'ydagilar har xilidan bor. Bo'g'oz qo'y, so'g'liq qo'y, hammasidan bor. Qisir qo'ylar ham bor. Agar ishqibozlari bo'lsa, qisir qo'ylarni ham tavsiya qilaveramiz akalar. Bu tomonda ham mana akalar qo'y o'ta seroq, hammasi bo'g'oz. Ishqibozlari bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, pastda nomer qoldiramiz. Har xil rangidagi sariq deysizmi, oqroq deysizmi, mana bundaqa ko'k basharalari ham bor. Kimga qaysi rangdagi bo'g'oz qo'y kerak bo'lsa, hammasi topiladi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar. Optim joyidan qidirib yurganlar bo'lsa, kelib tepasida ko'rib olishni tavsiya qilamiz. Mashqo'ylarda bitta ichidan yo'q qo'yaman akalar. O'ta yaqinlari dedim, qanaqasiga yaqin deb so'raganlar, qiziqqanlar bo'lishi mumkin. Mana akalar. Hammasidan mana. Yilni solmagani yo'q akalar ichida. Hammasida tug'ishga yaqinlashmoqda akalar mana. Hozir yetib keldi. Kimga qiziq bo'lsa akalar aloqaga chiqaverasizlar. Qanday katta ekan shuni ham.